Assalomu alaykum do'stlar. Andijon qora jo'jalarini 25 kunlik variantidan olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Mehnatimizni qadrlagan holda. Do'stlar, bu yerda 25 kunlik jo'jalar. Manzilimiz Qashqadaryo G'uzor tumanida. Dastavkalarni kelishilgan holda qidiramiz. O'zim borib olib kelaman degan akalarimiz uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Andijon qora jo'jalari. Endi ichidan oq qizillar bor, u boshqa variantlar ular. Mana ular Andijon qora jo'jalari. Bular 1 oylik variantidan. Endi bularda отдельный qilgani vaqt bo'lmadi. Buni ichidan ushlab chiqish oson emas. Jo'ja ozmasda, bu jo'jalarimiz ko'p. Hozir nargi xonalarimizda ham bor, ko'rsataman. Opa. Bular 20 kunlik varianti. Kimga shunaqa Andijon qora jo'jalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Hop. Narxlarini kelishtirib beramiz. Narxlarimizga keladigan bo'lsa 20 ming so'mdan optim beramiz. Vaksina dori qo'llari hammasi bo'lgan. Dorilarni ichib turibdi. Hammasi behijolat. Makiyon xo'rozlari 85% makiyoniga gaplashamiz. Bu yerda hammasi 85% makiyon. Bularimiz 20 kunlik. Nargi xonadagilar 25 kunlik, bular 20 kunlik. Do'stlar, jo'jalar sog'lom. Kimga Andijon qora paroda jo'jalari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz pastda. Obuna bo'lishingizdan chiqib qolmasin do'stlar. Mehnatimizni qadrlagan holda. Buncha jo'jani bu darajagacha olib chiqish oson emas. O'zingizlar bilasizlar. Shu mehnatimizni sizlar bilan baham ko'rgim keldi. Ko'rib baho berib qo'yaverasizlar do'stlar. Jo'jalarimiz soni beri cheklanmagan 4,5 ming jo'ja bor. Kimga nechta qiziq bo'lsa, Qashqadaryo territoriyasiga dastavkalarimiz bor. O'zingizlar kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Paketdan tashlab beramiz. O'zingizlar kelib tanlab, behijolat olib ketaverasizlar akalar. Jo'jalar sog'lom mana.